Hot-dog AQShda eng arzon, to'yimli, mazali, tez tayyor ovqat hisoblanar ekan. Eng mazali hot-dog noni uchun suv va sutni teng miqdorda solamiz. Ketidan dro'jja solamiz. 10 daqiqada dro'jja suv yuzasiga chiqadi. Tuz va shakar, 2 dona tuxum solib, yaxshilab aralashtiramiz. Kerakli unni yarmini qo'shib, oshirishga qo'yamiz. 15 daqiqada xamirimiz oshib chiqadi. So'ng qolgan unni qo'shib, yaxshilab mushlaymiz. Idishim kichkinalik qilib, boshqa idishga bo'shatdim. Xona haroratidagi margarinni qo'shib, mushlab, yana oshirishga qo'yamiz. Uzog'i 1 soatda xamirimiz oshib chiqadi va qo'limizni yog'lab, xamirimizga shakl beramiz. Aynan shu usulda tayyorlangan hot-dog nonlari barcha oila a'zolaringizga yoqishiga ishonaman. Videoda ko'rsatilgan usulda zuvalachalarga bo'lib, dumaloq shakl berib, so'ng yoyib, yana rulet shaklda o'rab chiqamiz. Oshirma xamirning eng asosiy siri shakl bergach ham listni o'zida ozgina oshirib olamiz. Yopishib qolmasligi uchun listimiz albatta yog'langan bo'lishi kerak. 20 daqiqada nonlarimiz tayyor bo'ladi. Ungacha hot-dog uchun sok tayyorlaymiz. To'liq retseptni izohda yozib qoldiraman. Hot-dog uchun sosiskalarni men qaynatib olaman. Hot-dog nonlarini avval sovutib, keyin kesib olamiz. Ichiga sok qo'yib va barcha mahsulotlarni oldinma-ketinlikda solib chiqamiz. Hot-dogning ichi hammani xohishiga ko'ra har xil tayyorlanadi. Ha, aytgancha, Amerikada 18-iyul kuni hot-dog kunini bayram qilib nishonlashadi. Hot-dogni o'zbekcha tarjimasini bilsangiz kerak.